Jo'dan ayollarga maslahat berish kerak mana shu mashinaga menimcha. Rostdan. Da. Yuan menimcha chista alternativasi bu. Bo'ldi. Endi Yuanapdan katta bu, ko'ryapsizmi? Katta ham, chiroyliroq olaman keyin уже. Ya'ni medek yuruvdi. Yo'q. Yuanapda real medek yuruvdi. Men boshqa narsa ekan. Toshkentda yo'q, необычный, kenemlarga yoki oilaga zo'r elektromobil qidirayotgan akalarimizga Ayon i60 dan mashinani biri, akalar, elektromobilni biri. Bir zaryadda 650 km masofani bosib o'tadi. Buni gibrid variantlari ham bor. Nodir ukamga 95 lik 398 66 66 ga aloqaga chiqib, bemalol surishtirishingiz mumkin. Qaranglar mana taxtadan. Materiallarni bor, shundan ushlasanglar bilinadi o'zi qimmat material ishlatilgani. Mana qaranglar. Monitori kattagina. Mana. Juda chiroyli. Bizni eng fullida Tianchuan, ya'ni nima deyirlardi? Esimga chiqib qoldi. Mana akustikalari ham Adigo ishlatilgan. Juda ham yaxshi. Tianchuan, panorama tom bor. Va orqasi juda ham keng o'rtoqlar. Keling o'tirib ko'ring, shayxim. Bitta o'tirib ko'rsating. Haqiqatda Yuanapdan nima deysiz? Kengmi, keng emasmi? Xo'p. 1 2 3 dash 4 ekan gap yo'q. Endi buni mana fishkasi shundaki, Yuanapda bunaqa orqaga keta olmaysiz mana. Mana bunaqa o'tirasiz Yuanapda. Ko'ryapsizmi? Endi bunda orqaga suyaning. Voy, yotib ketsam bo'lar ekan. Ha, o'lmay. Ko'ryapsizmi? Mana shunaqa funksiyalari bor. Baloni 18, orqasiga bitta e'tibor berasiz, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Ayon i60. O'rtoqlar qaytaraman, gibridi ham bor, elektri ham bor. Bemalol telefon qilsanglar, pozitsiyasi ko'p. Bunga juda katta urg'u bergan Ayon kompaniyasi. Orqa bagaji ham juda ham katta-da. Necha litr deb o'ylaysizlar? Bilganlar kommentariyada yozib o'tasizlar. EV bizda bor, sotuvda $20 ming CIP Tashkent qilib beramiz, xudo xolasa. Aloqaga chiqsanglar, buyurtma asosida buyurtma qilsanglar bo'ladi. Materiallar shuni bilinib turibdi, qimmat materiallar, o'rtoqlar. Rostdan aytaman, menga yoqdi o'zimga. Mana. Hop. Zo'r model chiqaribdi lekin Ayon. Gap bo'lishi mumkin. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa, Xitoy avtomobillari albatta avtobaza bilan oson va sifatli, eng glavnisi ishonchli o'rtoqlar. Ayon i60. Qo'ldan kelganicha obzor qildik. Kamchiliklari bo'lsa rozi bo'lasizlar. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Avtobaza har doimgidek Xitoydan turib xalq uchun xizmatda o'rtoqlar.